Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni tashvishga solayotgan ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan juda ham dolzarb va o'ta muhim mavzuni batafsil tahlil qilamiz. Siz ham eshitdingizmi? Kartadan kartaga o'tkazmalarga 23% soliq joriy qilinibdi degan xabarlar tarqaldi. Bu haqiqatmi? Kim soliq to'laydi, kimga puli qaytariladi? Ushbu yangilik har birimizga qanday ta'sir qiladi? Bugun men sizning moliyaviy maslahatchi ekspertingiz sifatida ushbu savollarga aniq va batafsil javob beraman. Hozirroq tasavvur qiling, siz kartangizga oddiygina do'stingizdan qarzni qaytarish uchun yoki onangizdan yordam sifatida pul qabul qildingiz va birdaniga unga soliq solinganini bildingiz. Bu vahimali holatmi? Yoki siz kichik biznes egasisiz, masalan, onlayn do'koningiz bor va barcha to'lovlarni shaxsiy kartangizga qabul qilasiz. Endi qanday bo'ladi? Xavotirlanishga arziydigan holat bormi? Ha, ma'lum darajada bor, ammo vahima qilishga hojat yo'q. Bugungi ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, har bir oilaga, har bir tadbirkorga, har bir fuqaroga bevosita tegishli. Ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki undagi har bir so'z, har bir tavsiya sizni katta muammolardan qutqarishi mumkin. Agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga siz uchun yanada foydali kontent yaratishga yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozirni o'zgartirib keling, avvalo vaziyatni tushunib olaylik. Oldinlari kartadan kartaga pul o'tkazmalari odatda shaxsiy tabiatga ega deb hisoblanar edi. Bu kabi o'tkazmalarga soliq to'lash majburiyati ko'pchilikning xayoliga ham kelmasdi. Fuqarolar bir-biriga qarz berib, qaytarib olish, oila a'zolariga moddiy yordam ko'rsatish, kichik sovg'alar berish kabi ko'plab amaliyotlarni aynan kartadan kartaga o'tkazmalar orqali amalga oshirishgan. Kichik biznes egalari, ayniqsa onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar, sartaroshlar, hunarmandlar, xizmat ko'rsatuvchi shaxslar ko'pincha o'zlarining shaxsiy bank kartalariga to'lovlarni qabul qilishar va buni oddiy shaxsiy pul o'tkazmasi deb bilishar edi. Bu amaliyot o'z navbatida ko'pincha norasmiy daromadlarning soliqqa tortilmasdan qolishiga olib kelgan. Xo'sh, hozir nima o'zgardi? Oxirgi paytlarda tarqalgan 23% soliq haqidagi xabarlar to'g'ridan-to'g'ri yangi, alohida bir soliq turining joriy etilganini anglatmaydi. Aslida gap mavjud soliq qonunchiligining yanada qat'iyroq tatbiq etilishi va soliq organlarining monitoringini kuchaytirish haqida ketmoqda. Hukumat va soliq idoralari mamlakatimizda iqtisodiyotni shaffoflashtirish, norasmiy aylanmani kamaytirish va barcha turdagi daromadlarni hisobga olish bo'yicha jiddiy ish olib bormoqda. Bunday sharoitda shaxsiy bank kartalariga kelib tushadigan katta hajmdagi va muntazam pul o'tkazmalari soliq organlarining e'tiborini tortishi tabiiy hol. 23% miqdori qayerdan kelib chiqdi? Bu aniq bir soliq stavkasi emas, balki ko'proq mish-mishlar va noto'g'ri talqinlar natijasi. Aslida O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkasi 12% ni tashkil etadi. Agar fuqaro o'z faoliyatini ro'yxatdan o'tkazmagan holda, ya'ni tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, shaxsiy kartasiga muntazam ravishda pul tushumlarini qabul qilsa, bu holatda uning daromadlari soliqdan yashirilgan hisoblanadi. Bunday holat aniqlansa, daromad solig'idan tashqari ijtimoiy soliq odatda 2%. Shuningdek, soliq qonunchiligini buzganlik uchun penya va jarimalar qo'llanilishi mumkin. Aynan mana shu turli to'lovlar va jarimalar yig'indisi ba'zi hollarda norasmiy daromadning deyarli chorak qismiga, ya'ni taxminan 23% ga yaqinlashishi mumkin. Shuning uchun bu 23% yangi soliq emas, balki mavjud qonunlar doirasida norasmiy faoliyatdan olingan daromadlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan maksimal ta'sirning umumiy bahosidir. Asosiy e'tibor shaxs kartalaridan tijorat maqsadlarida foydalanishni to'xtatishga qaratilgan. Batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Kartangizga pul tushsa, har doim ham soliq to'lashingiz kerakmi? Kim xavotirlanishi kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Kim xavotirlanishi kerak? Bergan, ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlar va xizmat ko'rsatuvchilar. Agar siz onlayn do'kon yurgizsangiz, uyda hunarmandchilik bilan shug'ullansangiz, repetitorlik qilsangiz, avtomobil ta'mirlash xizmatlarini ko'rsatsangiz, sartarosh yoki kosmetolog bo'lsangiz va barcha to'lovlarni shaxsiy bank kartangizga qabul qilib, faoliyatingizni rasman ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz
siz jiddiy xavf ostidasiz. Sog'liq organlari ushbu turdagi muntazam va katta hajmdagi tushumlarni tadbirkorlik to'liq faoliyatdan olingan daromad deb hisoblaydi. Misol bir xavotirli holat. Ayollar uchun qo'l ishi zargarlik buyumlarini yasaydigan Sayora opani olaylik. U Telegram kanalida o'z mahsulotlarini sotadi. Har kuni uning kartasiga o'rtacha 5-7 ta buyurtma uchun to'lov keladi. Har bir to'lov 1,000 so'mdan 300 ming so'mgacha. Bir oyda jami 100 dan ortiq tranzaksiya va umumiy tushum 15 ming so'mdan oshadi. Sayora opa hech qanday tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazmagan. Uning kartasiga kelgan bu pul o'tkazmalari soliq organlari tomonidan tadbirkorlik daromadi sifatida baholanadi. Agar bu holat aniqlansa, Sayora opa nafaqat daromad solig'ini inaki etadi va ijtimoiy soliqni to'lashi, balki qonunbuzarlik uchun jarima va pensiya to'lashi ham kerak bo'ladi. Bu uning daromadining sezilarli qismini tashkil qilishi mumkin. Masalan, agar u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazganda yiliga kamroq, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar atrofida soliq to'lashi mumkin edi. 2. Doimiy ravishda bog'liq bo'lmagan shaxslardan katta miqdorda pul qabul qiluvchilar. Agar sizning kartangizga do'stlar, tanishlar yoki umuman notanish shaxslardan muntazam ravishda katta miqdordagi pul o'tkazmalari kelib tushsa va siz ularning maqsadi haqida aniq tushuntirish bera olmasangiz, bu ham soliq organlarining shubhasiga sabab bo'lishi mumkin. Bu pul o'tkazmalari qarz qaytarish, sovg'a yoki boshqa shaxsiy maqsadlar uchun ekanligini isbotlash talab qilinishi mumkin. Misol, Kulran hudud kompyuter ustasi bo'lib ishlaydigan Jamshid har kuni 5-10 ta mijozning kompyuterini ta'mirlaydi. Har bir xizmat uchun ertalabdan kechgacha 100 ming so'mdan 300 ming so'mgacha pulni shaxsiy kartasiga qabul qiladi. Bir oyda uning kartasiga 20 ming so'mdan ortiq pul tushadi. Jamshid rasman ishlamaydi va hech qanday soliq to'lamaydi. Uning faoliyati aniq tadbirkorlikdir va shaxsiy kartadan foydalanish soliqdan qochish belgisi sifatida baholanadi. U o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazib, qonuniy ishlash kerak edi. O'tdi. Shaxsiy kartalardan biznes xarajatlari va daromadlari uchun foydalanuvchilar, ba'zi kichik korxonalar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar hatto ro'yxatdan o'tgan bo'lsalar ham o'zining shaxsiy kartasini biznes maqsadlarida ishlatishi mumkin. Bu esa buxgalteriya hisobini murakkablashtiradi va soliq tekshiruv paytida muammolarga olib kelishi mumkin. Misol, o'ch yashirishga urinish. Kichik kafe egasi bo'lgan akamiz Xurshid savdo aylanmasining bir qismini rasmiy hisob raqamidan o'tkazsa, bir qismini esa mijozlardan to'g'ridan-to'g'ri o'z shaxsiy kartasiga qabul qiladi. U bu orqali soliq bazasini kamaytirishga harakat qiladi. Masalan, bir oyda 50 ming so'm rasmiy tushum va yana 20 ming so'm shaxsiy kartasiga tushum. Bu aniqlansa, Xurshid soliq qonunchiligini buzgan hisoblanadi va unga nisbatan qat'iy choralar qo'llaniladi. Kim xavotirlanmasligi kerak? 1. Oddiy shaxsiy pul o'tkazmalari, oilaviy a'zolar o'rtasidagi yordam, do'stlarga qarz berish yoki qaytarish, kichik sovg'alar kabi o'tkazmalar hech qanday soliqqa tortilmaydi. Masalan, onangiz sizga ro'zg'or uchun 500 ming so'm o'tkazsa yoki do'stingiz sizga 20 ming so'm qarzini qaytarsa, bu soliq obyekti emas. Bu tranzaksiyalar shaxsiy moliyaviy munosabatlar doirasida bo'lib, daromad hisoblanmaydi. Muhimi shundaki, bunday o'tkazmalar muntazam va katta hajmli biznes xarakterga ega bo'lmasligi kerak. Misol, xavotirsiz holat. Talaba Diloromga otasi har oy stipendiyasiga qo'shimcha ravishda 1500 ming so'm yordam puli yuboradi. Bu pul shaxsiy yordam bo'lib, daromad solig'iga tortilmaydi. Yoki Diloromning dugonasi kecha uni ovqatga taklif qilgani uchun unga 7 ming so'm o'tkazib yuborsa, bu ham hech qanday soliq muammosini keltirib chiqarmaydi. 2. Oylik maosh, pensiya, stipendiya va boshqa rasmiy to'lovlar. Ish beruvchingizdan oladigan maoshingiz, pensiyangiz, davlat tomonidan beradigan stipendiyalar yoki nafaqalar allaqachon soliqqa tortilgan yoki soliqdan ozod qilingan bo'ladi. Bu pullar sizning daromadingiz hisoblanadi, ammo soliq majburiyatini ish beruvchi yoki to'lovchi organ bajaradi. Siz shaxsiy kartangizga tushadigan bunday mablag'lar uchun hech qanday qo'shimcha soliq to'lamaysiz. Misol 5. Xavotirsiz holat. Nodir opaning maoshi har oy bank kartasiga 5 ming so'm miqdorida kelib tushadi. Bu maoshdan daromad solig'i indiki va boshqa ajratmalar ish beruvchi tomonidan allaqachon ushlab qolinadi. Shuning uchun
Nodira opa bu pul uchun qo'shimcha soliq to'lashdan xavotirlanishi shart emas. O2 shaxsiy jamg'armalar yoki investitsiyalar uchun bank ichidagi o'tkazmalar. Agar siz o'zingizning bir bankdagi kartangizdan boshqa bankdagi o'zingizning kartangizga pul o'tkazsangiz, bu ham daromad emas. Bu shunchaki moliyaviy aktivlaringizni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirishdir. Misol 6 xavotirsiz holat. Azamat ismli fuqaro o'zining X bankdagi hisob raqamidagi pulining bir qismini Y bankdagi o'z nomiga ochilgan depozit hisobiga o'tkazdi. Bu o'zining pulini bir kartadan ikkinchi kartaga yoki hisob raqamiga o'tkazish bo'lib, hech qanday soliqqa tortilmaydi. Chunki bu yangi daromad emas. Xulosa qilib aytganda, soliq organlari sizning kartangizga tushgan har bir o'tkazmani soliqqa tortmaydi. Ular asosan tranzaksiyalar muntazamligiga, hajmiga va ularning maqsadiga e'tibor berishadi. Agar sizning kartangizga kelgan pul o'tkazmalari daromad hisoblansa va ular tadbirkorlik faoliyati natijasi bo'lsa, siz soliq to'lashingiz shart. Istisnolar, to'siqlar va nozik jihatlar. Soliq qonunchiligida har qanday qoida uchun istisnolar va nozik jihatlar mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Istisnolar. Irgi, yaqin qarindoshlardan olingan pul o'tkazmalari. Odatda ota-onalar, bolalar, er-xotinlar, bobo-buvilar, aka-ukalar va opa-singillardan olingan moddiy yordam yoki sovg'alar soliqqa tortilmaydi. Qonunchilikda yaqin qarindosh tushunchasi aniq belgilab berilgan va ushbu doiradagi shaxslardan olingan mablag'lar shaxsiy daromad soligidan ozod qilingan. Bu holatda ham albatta summaning haddan tashqari katta bo'lmasligi va pul o'tkazmasining muntazam tijorat ustiga bo'lmasligi muhimdir. Agar sizning yaqin qarindoshingiz sizga muntazam ravishda, masalan, oyiga 20 million so'mdan ortiq pul yuborsa va uning o'zi ham o'z daromadlarini rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu ham soliq organlarining e'tiborini tortishi mumkin. Qarzni qaytarish. Agar siz birovga qarz bergan bo'lsangiz va u pulni sizning kartangizga qaytarib o'tkazgan bo'lsa, bu pul daromad hisoblanmaydi. Biroq katta miqdordagi qarzlar bo'yicha imkon qadar yozma shartnoma, tilxat yoki qarz shartnomasi tuzish tavsiya etiladi. Bu kelajakda soliq organlari savollar tug'dirsa, sizning haqligingizni isbotlash uchun asos bo'ladi. Masalan, siz do'stingizga 10 million so'm qarz berdingiz. U sizga bu pulni kartangizga qaytarib o'tkazdi. Agar sizda yozma shartnoma bo'lsa, bu pulning daromad emas, balki qarz qaytarish ekanligini isbotlash oson bo'ladi. Alimentlar va bolalar nafaqalari. Ajrashgan er-xotindan olingan alimentlar yoki bolalar nafaqalari ham soliqqa tortilmaydi. Bu to'lovlar qonuniy ravishda belgilangan va ijtimoiy himoya chorasi hisoblanadi. Meros orqali olingan pul mablag'lari soliqqa tortilmaydi. Siz merosni rasmiylashtirganingizda bu pulning kelib chiqishi aniq bo'ladi. 5. Shaxsiy mol-mulkni sotish. Avtomobil, kvartira yoki boshqa shaxsiy mol-mulkni sotishdan olingan daromadlar ma'lum shartlar ostida soliqqa tortilmaydi. Masalan, agar siz bir yil ichida bitta avtomobil sotgan bo'lsangiz, bu odatda daromad solig'iga tortilmaydi. Ammo agar siz muntazam ravishda avtomobil oldi sotisi bilan shug'ullansangiz va buni rasman ro'yxatdan o'tkazmasangiz, bu tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi va soliqqa tortiladi. To'siqlar va nozik jihatlar 1. Bir nechta kartadan foydalanish. Ba'zi odamlar soliq nazoratidan qochish uchun o'z daromadlarini bir nechta bank kartalari orqali bo'lib qabul qilishga urinadi. Masalan, pulni bir nechta do'stlarining yoki qarindoshlarining kartalariga o'tkazishni so'rashi mumkin. Biroq soliq organlari bank tizimidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, bir shaxsga tegishli yoki o'zaro bog'liq bo'lgan barcha tranzaksiyalarni aniqlash imkoniyatiga ega. Bu esa vaziyatni yanada murakkablashtiradi va qasddan soliqdan qochish sifatida baholanishi mumkin. 2. Chegarani noto'g'ri tushunish. Ko'pchilik ma'lum bir summadan keyin soliq solinadi deb o'ylaydi. Aslida har qanday daromad soliqqa tortilishi kerak. Shunchaki kichik, tartibsiz va shaxsiy xarakterdagi o'tkazmalar soliq organlari e'tiboriga tushmasligi mumkin. Ammo bu ularning soliqqa tortilmasligi degani emas, balki ular tekshirilmaydigan darajada kichik yoki ahamiyatsiz bo'lganligi uchundir. Qonunan har bir daromad, agar u istisno qilinmagan bo'lsa, soliqqa tortilishi shart. Katta o'tkazmalar uchun hujjatlar yetishmasligi. Agar sizning kartangizga katta miqdordagi pul kelib tursa va siz uning manbasini isbotlay olmasangiz, soliq organlari uni tadbirkorlik daromadi sifatida baholashi mumkin. Masalan, sizning do'stingiz sizga katta miqdorda qarzni qaytardi, lekin sizda hech qanday tilxat yoki qarz shartnomasi yo'q.
Bunday holatda sizning isbotlash yukingizz og'irlashadi. 4. Bank nazorati va shubhali operatsiyalar. Banklar ham o'z navbatida moliyaviy monitoringni amalga oshiradi. Ular muntazam ravishda katta hajmdagi nomaqbul yoki shubhali deb topilgan operatsiyalar haqida Soliq qo'mitasiga ma'lumot berishi mumkin. Masalan, bitta shaxsga ko'plab kichik summalar muntazam ravishda kelib tushishi yoki katta miqdordagi naqd pulning bankka qo'yilishi va keyin kartaga o'tkazilishi tushunilishi mumkin. Bu bank xizmatidan biznes maqsadlarida foydalanish belgisi bo'lishi mumkin. 5. Soliq organlarining roli. Davlat soliq qo'mitasi DSK zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, bank ma'lumotlarini to'lov tizimlari ma'lumotlarni tahlil qiladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi reklama va e'lonlarni kuzatadi. Barcha ma'lumotlar o'zaro taqqoslanib, shubhali holatlar aniqlanadi. Agar siz onlayn do'kon yurgizsangiz va o'z xizmatlaringizni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilsangiz va ayni paytda shaxsiy kartangizga to'lovlarni qabul qilsangiz, sizni topish qiyin emas. 6. Tadbirkorlar uchun turli soliq rejimlarining ahamiyati. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, ammo shaxsiy kartangizdan foydalansangiz, bu nafaqat soliqdan qochish, balki hisob-kitobni ham murakkablashtiradi. O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar YTT yoki o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soddalashtirilgan soliq rejimlari mavjud. Bu rejimlarga ko'ra soliq yuklamasi juda kam bo'ladi. Shuning uchun rasmiy faoliyat yuritish har doim ham foydaliroq. Norasmiy faoliyat esa yuqorida aytilganidek jarimalar va penaltilar bilan birga og'irroq soliqqa tortilishga olib kelishi mumkin. Pulni qaytarish masalasi. Kimga puli qaytariladi degan savolga kelsak, bu asosan noto'g'ri hisoblangan soliqlar, adolatsiz qo'llanilgan jarimalar yoki ortiqcha to'langan mablag'larga tegishli bo'lishi mumkin. Agar sizga asossiz ravishda soliq hisoblansa yoki jarima tayinlansa, siz apellyatsiya berish huquqiga egasiz. Agar sizning isbotlaringiz qoniqarli bo'lsa, siz to'lagan ortiqcha pullaringizni qaytarib olishingiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar sizning kartangizga kelgan pul daromad emasligini isbotlay olsangiz, masalan, qarz qaytarilgani, meros bo'lgani yoki shaxsiy yordam ekanligi sizga soliq hisoblanmaydi yoki noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qaytariladi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qism nima qilish kerakligi haqida amaliy tavsiyalar. Jismoniy shaxslar uchun pul o'tkazmalarini shaxsiy maqsadlarda saqlang. Kartangizni faqat shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun ishlating. Yaqinlaringizga yordam bering, qarz bering yoki qarzni qaytaring, lekin biznes maqsadlarda foydalanmang. Agar siz do'stlaringizga qarz bersangiz va bu katta miqdordagi mablag' bo'lsa, imkon qadar oddiy tilxat rasmiylashtiring. Masalan, men Ismoilov Azamat Jamshidov Alishardan 5.000 so'm pul oldim va uni 2024 yil 12 dekabrga qadar qaytarib berishga va'da beraman kabi. Bu kelajakda ehtimoliy muammolarni oldini oladi. 2. Biznes uchun shaxsiy kartadan foydalanmang. Agar sizda hatto eng kichik bo'lsa ham biznes faoliyatingiz bo'lsa, shaxsiy kartangizni biznes uchun ishlatmang. Bu eng muhim qoida. Buni ajrating. Siz uyda non pishirib sotsangiz ham bu biznes. Biznes bilan shug'ullanuvchilar uchun faoliyatingizni rasmiylashtiring. Bu eng asosiy va eng samarali qadam. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, mahsulot sotsangiz, mustaqil faoliyat yurituvchi bo'lsangiz, darhol o'zingizni yakka tartibdagi tadbirkor YTT sifatida ro'yxatdan o'tkazib yoki o'zi band qilgan shaxs maqomini oling. Bu juda oson va hozirda soliq yuklamasi ham juda kam. Yakka tartibdagi tadbirkor YTT. Siz belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tasiz, bankda alohida hisob raqami ochasiz va belgilangan soliq rejimlaridan birini tanlaysiz. Masalan, aylanmadan soliq yoki qat'iy miqdordagi soliq. Bu sizning faoliyatingizni rasmiy qiladi va kartaga tushumlar bilan bog'liq muammolardan xalos etadi. O'zini o'zi band qilgan shaxs bu faoliyatning eng soddalashtirilgan shakli bo'lib, juda ko'plab kasb va xizmat turlarini o'z ichiga oladi. Repetitor, sartarosh, kosmetolog, duratkor, santexnik, onlayn savdo dizayner va boshqalar. Bunda siz soliq ilovasi orqali ro'yxatdan o'tasiz va yilga minimal miqdorda soliq to'laysiz. 2024 yil holatiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari, ya'ni hozirda 240 million so'm. Bu sizga qonuniy ishlash, kartaga to'lovlarni qabul qilish va kelajakda pensiya jamg'armasiga hissa qo'shish imkonini beradi. 2. Alohida biznes bank hisob raqami oching. Agar siz YTT bo'lsangiz, darhol biznes uchun alohida bank hisob raqami oching
va barcha biznes operatsiyalaringizni shu orqali amalga oshiring. Bu sizning shaxsiy moliyangizni biznes moliyangizdan aniq ajratadi va buxgalteriya hisobini ancha osonlashtiradi. 3. To'g'ri to'lov terminallari va onlayn to'lov tizimlaridan foydalaning. Mijozlardan to'lovlarni qabul qilish uchun post terminallar, onlayn to'lov tizimlari, masalan, Payme, Click Business akkauntlari, Uzun Bank va boshqa yoki korporativ kartalardan foydalaning. Bu barcha operatsiyalar rasmiy hisob raqamingizga tushadi va soliq hisobotlarida aks etadi. 4. Aniqlik bilan hisob-kitob qiling. Barcha daromad va xarajatlaringizni aniq yozib boring. Bu ayniqsa soliq deklaratsiyasini to'ldirishda va tekshiruvlar paytida juda muhim. Soliq maslahatchisi bilan bog'laning. Agar sizda soliqqa oid savollar yoki shubhalar bo'lsa, doimo professional soliq maslahatchisi yoki buxgalter bilan maslahatlashing. Ular sizga individual holatingizga mos keladigan eng yaxshi yechimni topishga yordam beradi. Soliq organlari tomonidan bog'lanishsa nima qilish kerak? Agar sizga soliq organlaridan so'rovnoma kelsa yoki tekshiruv boshlanganligi haqida xabar berilsa, 1. Vahima qilmang. Avvalo xotirjamlikni saqlang. Vaziyatni tushunishga harakat qiling. Iyigi barcha hujjatlarni yig'ing. Agar sizning kartangizga kelgan pul o'tkazmalari shaxsiy maqsadlarda bo'lganligini isbotlovchi barcha hujjatlar, qarz tilxatlari, shartnomalar, mol-mulkni sotish bo'yicha shartnomalar, sovg'a shartnomalari va boshqalarni yig'ing. Agar bu daromad bo'lsa, sizning faoliyatingiz rasman ro'yxatdan o'tganligini va soliqlarni to'laganligingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. 3. Darhol yuridik soliq maslahatini oling. Bunday vaziyatda tajribali huquqshunos yoki soliq maslahatchisi bilan bog'lanish juda muhim. Ular sizning huquqlaringizni himoya qilishga va to'g'ri harakat qilishga yordam beradi. 4. Hamkorlik qiling. Ammo huquqlaringizni biling. Soliq organlari bilan hamkorlik qilishga tayyor bo'ling. Ammo o'z huquqlaringizni biling. Sizga berilayotgan savollarga aniq va to'g'ri javob bering, ammo bilmagan narsangizni tasdiqlamang. Qaysi hujjatlarni to'plash kerak? Qarz shartnomalari yoki tilxatlari agar pul qarzga berilgan yoki qaytarilgan bo'lsa. Yaqin qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar agar pul qarindoshlardan kelgan bo'lsa. Shaxsiy mol-mulkni sotish bo'yicha shartnomalar agar pul mol-mulkni sotishdan olingan bo'lsa. Rasmiy ish joyidan ma'lumotnoma maosh manbasini tasdiqlash uchun. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, faoliyatingizni ro'yxatdan o'tkazganlik to'g'risidagi guvohnomalar, hisobotlari, soliq hisobotlari va to'lov kvitansiyalari. Xulosa yakuniy hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuni yakunlar ekanman. Yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, kartadan kartaga pul o'tkazmalariga 23% soliq joriy etilgani haqidagi xabarlar to'g'ridan-to'g'ri yangi soliq turining kiritilishi emas. Bu mavjud daromad solig'i qonunchiligining yanada qat'iyroq ijro etilishi va norasmiy daromadlarga qarshi kurashning kuchaytirilishi demakdir. Asosiy xulosa shuki, agar sizning kartangizga tushgan pul sizning daromadingiz bo'lsa, u qonuniy ravishda soliqqa tortilishi shart. Shaxsiy moliyangizni biznes moliyangizdan aniq ajratib oling. Agar siz kichik biznes bilan shug'ullansangiz, uni rasman ro'yxatdan o'tkazishdan aslo qo'rqmang. Bu sizni kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan katta muammolar va jarimalardan qutqaradi. O'zini o'zi band qilgan shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish hozirda juda sodda va soliq yuki ham ancha yengil. Qonuniy ishlash har doim eng yaxshi va eng xavfsiz yo'l ekanligini unutmang. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izoh biz uchun qimmatli. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Doimo moliyaviy bilimdon bo'ling.